umra badal qilishlik uchun taxminan 15 kilometrlar yurishga to'g'ri keladi. Bunda qiylanib qoladi ancha. Umar aka, mana o'tgan safar umra badali haqida gaplashdik avvalgi videoda va kommentariyada savollar bo'lyapti. Erkak kishi o'tib ketgan ayoli uchun, onasi uchun ham, ya'ni ayol kishilar uchun erkak kishi umra badali qilsa bo'ladimi? Albatta, o'zi umra badal shunday narsaki, asosan odamlar umra badal deb turib bitta alohida ibodat qilib yasab olmaslik kerak. Eng zo'r tomoni, chunki umra badal qilayotgan odam umra badalga qilishga niyat qiladi, bo'yniga, gardaniga ilinadi, umrani hamma shtraplari joriy qilinadi unga. Masalan, aytaylik, umra badal qilayotgan odam birorta shtrap yo'l qo'ysa, unga qo'y vojib bo'lib qolishligi mumkin yoki shunga o'xshash. Endi qarang, shuning uchun umra badaldaligi har odamlar umra badal haqida ko'p savol berishadi, juda ko'p savol beradi. Shuning uchun umra badalni birinchi o'ringa olib chiqib olmasdan asosan odamlarning qiladigan ishi tavof qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu erkak kishi ayol kishi uchun qilsa bo'ladimi yoki ayol kishi erkak kishi uchun qilsa bo'ladimi degan savollarga xohlagan odam uchun qilsa bo'laveradi. Masalan, aytaylik, bir odamni ayoli o'tib ketgan bo'lsa, o'tib ketgan ayol uchun qilsa bo'ladimi bo'ladi, xolasi uchun qilsa bo'ladimi bir erkak bo'ladi, onasi uchun qilsa bo'ladimi bo'ladi. Bir ayol kishi qaynotasi uchun qilsa bo'ladimi desa bo'laveradi. Mumkin. Lekin hozir dast avval aytganimizdek, umra badalni birinchi o'ringa qo'ya olmasligimiz kerak. Chunki asosan eda qiladigan ishimiz tavof bo'lsa, tinmasdan tavof qilaversak biz eng yutug'imiz shu bo'ladi. Chunki nimaga desa, aytaylik, boshqa hamma amallar topsiladi, lekin tavof top bo'lmaydi. Shuning uchun aytaylik, kimdir qaynotasiga yoki qaynonasiga qilmoqchi bo'lsa, tavof qilsin 7 marta, savobini qaynasiga yoki qaynotasiga bag'ishlasin-da, damini olib yana turib tavof qilsin. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi.